shu kamchilikni oqtarib topishim uchun sizlar yordam berishlaring kerak. Nimaga bizni dindan gapirgan gapni eshitmasdan nimaga masalan o'shdagi bittasi yoqyapti sizga? Nimaga masalan o'shdagi bittasi yoqyapti sizga? Yoki qaysi bitta davlatda turib olib, bekinib olib o'sha ma'vizalarni gapirayotgan o'zbek bolalar. Uni nimasi yoqyapti sizga? Balkim yomon tomoni yoqayotgandir. Sizga yomon tomoni yoqayotgan bo'lsa, biz uni tushuntiramiz. Bu yoqadigan narsa emas, bu tikon bu. Siz buni yaltirashiga qaramang, omali bir kiradi, yomon kiradi. Sizdan zo'rroq, ilmliroq odam kelib qolgandan keyin tabiiy pastga tushishingiz. Tabiiy. Endi bir inson agar xolis Alloh uchun ilm o'qib, xolis Alloh diniga xizmat qilayotgan bo'lsa, sendan zo'rrog'i keldi. Berib qo'y, o'sh qilsin. Xursand bo'l shu ummatdan sendan ko'ra ilmliroq odam chiqqaniga. Modomiki maqsading jannatga kirish bo'lsa, nima farqi bor? Rolda kim o'tiribdi? Muhimi sen o'tirgan shu arava jannatga kirib qolsa bo'ldimi? Roldamisan, orqadamisan, muhimi kirib qolsang bo'ldimi? Lekin ayrim kasal, maraz qalb egalari bo'lar ekan, boshqalardagi ne'matni yo'q bo'lib, o'ziga o'tib olishini xohlar ekan. Muhammad ibn Abi Xotim kelib dedi: "Ey Abu Abdulloh, falonchi sizni kofirga chiqaryapti. Nima deysiz?" Imom Buxoriy aytdi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday deganlar: "Agar bir kishi o'zining birodariga ey kofir desa, ulardan biriga shu narsa yetadi." Biz ko'p aytamiz-a, falonchi posiq, falonchi kofir deb shap-shap hukm chiqarib olmanglar, juda ehtiyot bo'linglar. Chunki payg'ambarimiz aytayaptilar, kofir desang uni, agar unda kofirlik sifati bo'lmasa, iymonli odam bo'lsa, uni kofir degancha o'zing kofir bo'lasan. Senga kerakmi shu? Qiyomatda sendan o'shini kofir dedingmi, demadingmi deb Alloh so'raydimi? Menga kerakmi shu narsa? Shu savolni beringlar. Imom Buxoriyning do'stlari aytishar edi. Falonchi sizni so'kdi, haqorat qildi. Imom Buxoriy eshitib turib, "Inna kayda shaytoni kana zoifa." Shubhasiz shaytonning makri zaif bo'lguchidir deb qo'yar edi. Yana bir oyatni o'qir edi. "Vala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli." Yomon makr hiyla esa faqat o'z egalarini o'rab halok qilur. Makr qilayotgan, fitna qilayotganlarning makri faqat o'zini halok qiladi. Robbimiz shunday deyapti. Subhanalloh. Bu ulug' olim, ulug' inson siz bilan bizga husumatchilar bilan qanday muomala qilish kerakligini o'rgatyapti. Ya'ni bizga tuhmat qilsa, ustimizdan bo'xtonlarni yog'diradigan bo'lsa, fitnalarni uyushtirayotgan bo'lsa, bunaqa qalbi maraz odamlar bilan qanday muomalada bo'lishligi kerakligini Imom Buxoriydan o'rganishimiz kerak. Ular Allohga tashab qo'ydi.